Annyeonghaseyo 여러분. Seoulda 1A 5-chi mavzu 3-chi grammatikasiga keldik. Endi bizda 3-chi grammatika bu grammatikasi. Ni ko'rinishlarini ko'rib chiqqanmiz. 3 xil holatda ishlatiladi deb aytgan edik. 2 xil holatda da, bir xil holatda esa ga va da holatida ishlatilar edi. Da holatida joyida mavjud bo'lganda, ya'ni issayo, opsayodan oldin kelganda da joyida mavjud deb yoki vaqtga nisbatan vaqtda harakat amalga oshganda, vaqtda mavjud bo'lganda da deb tarjima qilamiz. Xo'p, bu yerda da deb tarjima qilinadi. Mana bu yerdagi ot esa vaqtga doir otlar hisoblanadi. Xo'p, ko'rib chiqamiz. 토요일에 뭐 했어요? 토요일, shanba. Bu shanba hafta kuni vaqtga doir so'z hisoblanadi. 토요일에 뭐 했어요? Shanbada nima qildingiz holatida tarjima qilinadi. Bu yerda ga emas, da holatida tarjima qilinadi. Nimagaki? 토요일 bu sanani bildiradigan kun bo'lganligi sababli. 토요일에 뭐 했어요? shanbada nima qildingiz? 친구하고 영화를 봤어요. 도스tum bilan kinoni ko'rdim. Xo'p, 주말에 만나요. Chumal hafta oxiri, bu ham vaqtni bildiradigan so'z hisoblanadi. 주말에 만나요. Hafta oxirida ko'rishamiz. 내년에 고향에 가요. 내년에 kelasi yilda 고향에 vatanimga 가요. boraman. 평일에 보통 일해요. hafta ichida 평일 bu hafta ichi bo'ladi, ya'ni ish kuni. 평일에 ish kunida 보통 odatda 일해요. ishlayman. 7월 1일에 약속이 있어요. 7월 3일에 약속이 있어요. 3-iyulda 만날ashganman. qadam bor. 저는 아침에 아무것도 안 먹어요. 저는 아침에만 ertalabda 아무것도 hech narsa ham 안 먹어요. yemayman holatida ishlatsak bo'ladi ekan. 내년에 고향에 가요 kelyapti. kelasi yilda 고향에 vatanimga bormayman. Bu yerda ikkita ishlatilyapti. Ikkitasi nenyon bilan, ya'ni vaqtga doir so'z bilan kelganda, kelasi yilda da bo'lib tarjima qilsa, 고향에 가요. 고향에 가요 bo'lganda, 가요 tugallovchi fe'l va bu yerdagi 고향에dagi ga bo'lib tarjima qilinyapti. Bitta gapda ikkita ishlatilishi va turli xil tarjimada ishlatilishligi mumkin bo'ladi ekan. Xo'p, ko'rib chiqamiz. 주말에 뭐 해요? hafta oxirida nima qilasiz? 주말에 뭐 해요? 주말에 고향에 가요. 친구가 한국에 와요. 금요일이에요. 금요일에 뭐 해요? 금요일에 백화점에 가요. 선물을 사요. 화요일이에요. 화요일에 뭐 해요? 화요일에 학교에 가요. 영어 수업이 있어요. xuddi shu tartibda ishlatishimiz mumkin bo'ladi ekan. Vaqtga doir so'zlarga qo'shilganda da deb tarjima qilinadi ekan. Esimizdan chiqarmaymiz. Xo'p, mashq bajarib ko'ramiz. Quyidagi mashqni bajarib ko'ring. Bajarib ko'rdingizmi? Endi to'g'ri javobni birgalikda ko'rib chiqamiz. 화요일에 영어를 배워요. vaqtga doir bo'lganligi uchun 화요일에 seshanbada 영어를 배워요. ingliz tilini o'rganaman. 금요일에 선물을 사요. 주말에 공항에 가요. 잘하셨어요, 여러분. Demak, darsimiz xuddi shu yergacha edi. Keyingi grammatikalarda ko'rishguncha, annyeong!